Ijtimoiy yoshlar kuchli jamiyat asosi shiori ostida shahrimizdagi yoshlar markazida barcha tuman va shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazlarida faoliyat ko'rsatayotgan yoshlar ishtirokida Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Mazkur loyiha O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasining Samarqand viloyati kengashi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi viloyat boshqarmasi hamkorligida amalga oshirildi. Bugun mamlakatimizda yosh avlodning sifatli ta'lim olishi, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallashi, o'z iqtidorini namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Yoshlarga bildirilayotgan ishonch, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor, bilimli va raqobatbardosh kadrlarni tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Tadbirda so'z olgan O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasining Samarqand viloyati kengashi raisi Suhrob Rafiqov ishtirokchilarni 30-iyun yoshlar kuni bilan tabriklab, yurtimiz taraqqiyotida bilimli, tashabbuskor va intellektual salohiyatli avlod vakillarining roli ortib borayotganini ta'kidladi. Shuningdek, kasaba uyushmalari tizimida iqtidorli yigit-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ta'lim va jamoatchilik hayotidagi ishtirokiga ko'maklashishga qaratilgan loyihalar izchil davom ettirilayotgani qayd etildi. O'zbekiston davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasi viloyat kengashi tizimining barcha jabhalarida bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarni yoshlarning mustaqil fikri, zamonaviy bilim va ko'nikmalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda viloyat tarmoq tizimida 20 mingdan ortiq yoshlar faoliyat yuritib kelmoqdalar. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Samarqand viloyat boshqarmasi tarmog'imiz tizimidagi eng yirik tashkilotlardan biri bo'lib, bugungi kunda qariyb 2 mingga yaqin a'zolarimiz bo'lib, ularning 500 nafardan ortiq qismini 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Sohamiz yosh xodimlarning vatanimiz va xalqimizga sidqidildan xizmat qilish orzusi bilan o'qib, o'z ustida ishlab, sohani yangi darajaga ko'tarish uchun kuch-g'ayratini ayamasdan harakat qilishiga ishonamiz. Tarmoq tizimimizning tashkilotlarida yoshlarga e'tibor kundan kunga ortib bormoqda. Joylarda yoshlar hayotini sermazmun o'tkazishini uchun qaratilmoqda barcha tadbirlarimiz. Jumladan Yoshlar kuni bayrami arafasida Samarqand viloyat sudi rahbariyati va kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan yosh sudyalar zakovat o'yini hamda Samarqandda o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yoshlar forumi doirasida shahrimizning Registon maydonida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinlari fikrimizning yaqqol dalili bo'ladi. Bilimlar sinovida 16 ta jamoa ishtirok etdi. Ularga tarix, madaniyat, adabiyot, ijtimoiy hayot hamda mantiqiy tafakkurga oid savollar yo'llandi. Intellektual o'yin jarayonida faqat to'g'ri javob topish emas, balki fikrni asoslash, turli qarashlarni uyg'unlashtirish, bir qarorga kelish va tezkor harakat qilish ham muhim ahamiyat kasb etdi. Bu esa bo'lajak mutaxassislar uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga xizmat qildi. Qizg'in kechgan bahslarda har bir jamoa yuqori natija uchun harakat qildi. Payariq tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi faxrli birinchi o'rinda oldik. 30-iyul yoshlar kuni munosabati bilan zakovat o'yinini tashkil qilgan Samarqand viloyati boshqarmasi va kengashlari, hamkor tashkilotlari bilan bunaqa tadbirlarni yanada ko'proq o'tkazishini va bilimimizni oshirishimizda, ish tajribamizni oshirishda juda samarali deb o'ylayman. Samarqand viloyatida shuncha tuman shaharning ichida faxrli birinchi o'rinda oldik. Bundan biz juda xursandmiz. Yakunlarga ko'ra eng ko'p ball jamg'argan jamoalar g'olib deb topildi va munosib rag'batlantirildi. G'oliblarga kasaba uyushmalari tomonidan esdalik sovg'alari hamda yurtimizning diqqatga sazovor maskanlari bo'ylab sayohat qilish uchun yo'llanmalar topshirildi.